Hozir. Siz tinchlikmi qizim? Ha, tinchlik oyijon, tinchlik. Ertalab qo'ng'iroq qilib, bugun boraman deyishingizga qaraganda tinchlikka o'xshamayapti. Nima bo'ldi? Oyijon, bitta gapim g'alati to'lishi mumkin. Men o'g'lingizni ko'rdim. O'g'lim. Jon qizim, 2 yildan beri o'zimga hali olmayman. Yerim yenglamang jon bolam. O'z ko'zim bilan ko'rdim oyijon. 5 kundan beri halovatim yo'q. Men aniq bilaman, ular. Kiraz. Ulardan faqat men bir vizitga qolay oyijon. Meni bolam. Meni bolam. Bolam. Bunga o'zim borib oydinlik kiritaman qizim. Assalomu alaykum onajon, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Haligi. Menga Keling onajon, qo'lingizdagini ko'rib olaysiz. Sizga rahbarimiz keraklar, a? Keling, men sizga xonalarni ko'rsatib boraman. Yuring, xolajon, ko'rsatib boraman. Keling. Mana rahbarimiz xonalari, keling. Ne bo'ldi? Pochcha kirib xayrlashib olar ekanmiz. bolam. Bolam. Jonim bolam. Kimlarga ketding bolam? Voy, uni o'lsa bo'lmasmidi bolam? Assalomu alaykum. Keling onajon. Keling, nima xizmat?